Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyelerimizde başlayımız. Leksiye de Sıdık Hacı Rozi, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islah 2020 yıl 7. ayının 4. günü yani Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet bayrami hatırı günü. Ben bugün o şu günde aslında 6. ayının 17. günü de başlayışım gerek idi. Bugün Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet bayrami günü de ben bu televiziya yoki o'zimning bu blogi va yoki kanalimning bosh titonini o'zgartirishni qaror qildim. O'zgartmayman, lekin bosh titoniga yana bir necha ibora qo'shishni qaror qildim. Bugün mening Uyg'ur Today degan titonimda mundaq bir ishki ibora bor. Saltanatim, devletim Uyg'uriston, milletim Uyg'ur, qiblagoyim devletim Uyg'uriston. Bugünkü vaziyet doğrusunu söz hürmetlik vatandaş hazır. To'g'ri betidagi muhim voqealar deb qaralgan masala. O'tganda bir qatim sizlarga so'zlagan edik, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining 3 dona avtomatik zarbadorlar guruhi Janubiy dengizga kirdi degan edik. Bugun yana shu to'g'rida xabarlar ko'payib qoldi. Hozir 2 dona avtomatik zarbadorlar guruhi Janubiy dengizda bugungi davlat bayramini Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat bayramini tantanali xotirlabdi va shu yerda harbiy mashq qilib beribdi. Bo'libmi bunaqa harbiy mashq desangiz, bu mashq desangiz havo mudofaasi mashqi. Havo mudofaasi mashqi Amerika dengiz armiyasining, ya'ni 7-skadronning iqtidorini o'stirish mashqi ekan. Bugünkü bu xabarga diqqat qilganlar intayin ko'p. Endi ular nima o'yladi, buni bilgili bo'lmaydi. Yana bir xabar vaziyatga oid, masalan, Jonli nazari bugünkü to'rbetga qo'ygan mavzuda hozir Jungo Kompartiyasi Rossiyadan aslab balki yuqori bahoda xom neft sotib olishga boshladi deydi. Sababi agar urush portlaydigan bo'lsa, Hindiston Malakka bo'g'izini taqib olishi mumkin. Musha xabarlar vaziyatga oid vatandoshlar. Endiki leksiyani so'zlaymiz. Leksiyani boshlaymiz vatandoshlar. Prezident Trump mavzumunda Prezident Trump tabrik nutq so'zladi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat qurolligining 244 yilligini tabrikladi. Mavzuli xabar 7. ayning 4. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq boshlanadi. Prezident Trump tabrik nutq so'zladi. Amerika Qo'shma Shtatlari mustaqilligining 244 yilligini tabrikladi. Prezident Trump 4. kuni so'zlagan tabrik nutqida 2. qatimliq quruqliq yig'ini 1776 yili 4. oyning 7. oyning kechiringlar 4. kuni ma'qullagan mustaqillik xitobnomasining tarixini eslab o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bugun mustaqil davlat qurolligining 244 yilligini xotirlayotganda davlat qurg'uchi va bu yo'lda tuhfa yaratgan va butun dunyoga davlat qurishning manzarasini oshkorlagan son sanoqsiz vatanparvarlarning erkinlikning mash'alini abadiy o'chirmay ko'tarib kelayotganligiga rahmat aytdi. Prezident Trump tabrik nutqida mundaq ko'rsatdi. Erkinlik va qonuniyatning g'oyalarining uzun muddat davomlashtirishiga va'da berish
Bizning davlatimiz qurilgan dastlabki chaqlardan boshlangan. Bu g'oya biz Amerikaning ro'yini belgilagan. Bizning davlat qurg'uchi doirlarimiz erkinlik, demokratiyani himoya qilib, zo'ravonlik va podshohlik tuzumidan voz kechgan. Davlat qurish tajribalarini yaratgan. 244 yildan keyingi bugungi kunda Mustaqillik kitobnomasi asos solgan prinsiplar davomli bizning davlatimizning olg'a ilgarilishiga yetakchilik qilib, yana davomli erkin kishilarning prinsipiga gullanish va fursatning mayakiga aylandi. Prezident Trump tabriknomasida mundaq ko'rsatdi. O'tgan bir necha oydan beri Amerika ro'yi ko'plagan xiristlarga va sinoqlarga duch keldi. Gerçi bizning davlatimiz ta'tir iqlimga duch kelgan bo'lsa-mu, lekin biz faxrlanadigan daqiqalarni qarshi oldik. Bugun biz davlatimiz qurilgandan beri 250 yilga yaqin vaqt ichida qo'lga keltirgan natijalarni unutmaymiz. Biz mustaqillik kitobnomasining g'oyalarini o'rtaq o'rinlab, dunyoda bizni eng buyuk davlatga aylantirgan erkinlikni bor kuchimiz bilan asraymiz va qo'g'daymiz. Yana bir xabar, hurmatli vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bayonot e'lon qilib, Amerikaning mustaqillik bayram kunini tabrikladi. Mavzuli xabar 7-oyning 5-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Bayonotda mundaq ko'rsat. 1776 yilning bugungi kunida bizning davlat qurg'uchi doirlarimiz Abraham Lincolnning erkinlik ichida yetildik. Hamma kishi barobar deydigan prinsipni ijro qiladigan yangi davlat qurdik. İnsaniyat tarixida bir davlat dunyoga keldi. Davlat qurishning dastlabida e'tirof qilingan mustaqillik kitobnomasida odamlar yaratquchi tarafidan tortib alg'ili bo'lmaydigan ba'zi huquqlarga, jumladan hayotlik huquqi, erkinlik huquqi va baxet qo'g'lishish huquqiga erishgan. Bayonotda mundaq ko'rsatildi. Her qanday kishi tartib olg'ili bo'lmaydigan huquqdan bahramand bo'ladi. Hukumatning vazifasi bu xil huquq va g'oyalarni bir mezgil inqilob bir siyosiy ideya deyilgan g'oyalarni qadimiy va nihoyatda go'zal diniy e'tiqod iboralarimizni gavdlantirgan g'oyalar. Yani her bir odamning hayoti qimmatlidir. Çünkü her bir odam Xudoning shaklida yaratilgan. Hukumatning vazifasi bu g'oyalarni qo'llashdir. Bu davlatning davlat qurish prinsiplari uchun o'zining talantini joriy qildirib, taqdim qilgan kishilar bu davlatni tarixdan beri eng ulug' davlatga aylantirdi. Men her bir Amerikalikning mustaqillik kunlarida baxtli bo'lishini tilayman. Yuqorida vatandoshlar Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Trump apandining bugun davlat bayramini tabriklab e'lon qilgan tabriknomasini shundaqla
Devlet işlakatı Mike Pompeo'nun bugün Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet bayramını tebriklep ilan kılgan tebrik namusuna vatandaşlara leksiya şeklinde tapşırdık.